ko'rolmayman endi. Juda qiyin ahvolda qolgan. Assalomu alaykum va rahmatulloh, qadrli do'stlar. Kechagi kuni sizlarga video murojaat yo'llagan edim. Alloh rozi bo'lsin. Juda ko'pchiliklarning e'tibor bo'lmadilar, o'z hissalarini qo'shdilaring. Mana bugun 2025-yil 21-oktyabr Moskvadagi bir muslima opamiz shunaqangi holatda kelganlar. Uylari yo'q, xo'jayinlari olamdan o'tgan. Uy-joy qilaman deb, bitta farzandlar bor, o'g'il farzandlarimga uy-joy qilaman deb ishlagan kelganlar. Allohning taqdiroti ekan, shunaqangi boshlarga sinov ketdi. Bemorli holatlarda bizga murojaat qilgan edilar. Mana o'zlarini topib, hozir 21-oktyabr soat ertalab 9da Farg'onaga jo'natib yuboryapmiz. Bu xayrli ishda juda ko'pchiliklarni hissalaring bor. Alloh rozi bo'lsin barchalaringdan. Opa, bu biletingiz, hop, elektron varianti. Keyin shu bizni kuzatib turadigan sahiylarimizga video murojaat qilgan edik. Bir yo'li yana bir sahiy birodarlar buni bitta nima qilib $500 kam-ku sizga ishlatasiz. Hammamizdan ham iloyim kam-ku sizga ishlatasiz, opajon. Alloh rozi bo'lsin hammamizdan. So'ragandim, xolos rahmat, shunchalik o'ylab ham shuncha yetkazib berishgani uchun, mana shu yerga olib kelib qo'yishgani uchun o'ylamagandim, ketayotsam kerak. Rahmat, hammalarga sog' bo'lsin, farzandlarim baxti kamolini Ham ko'rmagandek bo'lib, Alloh taolo komil shifo bersin. Yaxshi yetib oling. O'g'limizga ana shu yerda sovg'a salomlar uni ham jo'natib yuborishgan. Alloh rozi bo'lsin barchalardan. Eson omon yaxshi yetib oling. Azam akam o'zlar kutib olib, uyingizgacha inshaalloh yetkazib olib boradilar. Salomat bo'ling. Yaxshi yetib oling. Hop. Onajon otasiz. Onasi ham musofir deydi. Onalari bag'rilariga qaytdi. Inshaalloh hozir uylariga yetkazib qo'yamiz. Bu ishlarda xizmat qilgan, himmat qilgan hammalarimizdan Xudo rozi bo'lsin. Bitta oilani xursandchiligiga juda ko'p insonlar sabab bo'ldilar. rosa qo'rqarim, kelolmasam kerak o'yladim. Nimaga kerak? Kasalligingizdanmi? Imkoniyatingiz yo'qligidanmi? Imkoniyat bilan kerak, rosa qo'rqarim. Kelishga imkoniyat qila olmasidingiz. Shunaqa bo'ladi, imkoniyati bo'lmaydi. Endi ko'rolmasam kerak, rosa qo'rqib ketgandim. Kimni ko'ra olmasa? Shu o'g'limni ko'rolmayman endi. Juda qiyin ahvolda qolgan. Xudoga shukr, shunchalar yetkazib kelishdi. Alloh rozi bo'lsin. O'zimga sig'mayapman xursandchiligimdan. Ukalarimiz qalay xizmat qilib berishdi? Juda chiroyli xizmat qilishdi. Yaxshimi hammasi? Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Iloyim. Men kutmaganimdan a'lo qilib kuzatib borishdi. Sog' bo'lsin. Shunchaki beletingizni o'zini olib berib, to'g'ri qo'yishmadi. Shunchalik yordamlar qilib, pullar berishib, o'g'limga bir nimalar berishib, shirinliklar olishib. Iloyim, musofirlarimiz va o'zimizdagi tadbirkorlar, juda ko'p insonlar siz haqingizda qayg'urishdi. Xudo rozi bo'lsin. Hammalaridan. Allohning izni bilan, Allohning fazli bilan mana chiroyli holatda kirib oldilar. Xudoga shukr. Farzandlari mana bag'ridalar. O'zi bu bolajon otasizlik deydi. Onalari ham musofir uzoq joylarda edi. Qarang do'stlar, hozir onalari bag'rilarda bolajonlar bilan birgalar. Albatta bu ishlarda siz azizlar sababchi bo'ldilaringiz. Xudo xolasa endi uylariga olib borsak-da, alhamdulillah, Xudo olib kirib qo'ysak. Chiroyli yashaymiz. Inshaalloh. Ana endi onajoning, endi onajoning sani
bag'ringdalar, xo'pmi? Mashallah. Yig'lamagin, bolam. Do'stlar, hech qaysi farzand ota-onasidan ajramasin. O'zi otasizlikda hamda onalari ham uzoq joylarda edi. Uzoqqa ketishlariga nima majbur qildi? Shu muhtojliklaridan, ehtiyojlari borligidan, zaruriyatli sabab ketgan edilar. Mana Yoshligimda kuch-quvvatim borligidan shu o'g'limga joy qilib beradigandim. Yoshlik menga o'xshab ham erta-kech katta bo'lganda qiynalmasin, o'qisin, hofizi Qur'on bo'lsin. Iloyim yaxshi niyatlar bilan ketgandim. Diyam Alloh chiroyli sinov ekan. Albatta sabr qilaman. Juda ham sabr qilaman. Lekin umidsiz bo'lib qolmadim, Xudoga shukr. noumid shayton. Noumid shayton. Alloh, men bilardim bir kuni shunaqa qilib kelishimni, lekin bandi ekanmiz, taka bandi ekanmiz. Alloh xayrli Alloh qilsin. xayrli qilsin. Xursandmisiz hozir? Juda ham xursandman. Xizmat qilgan, himmat qilgan hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Ketdik Hamisha endi. duodaman. Bismillah. Endi mashinamizni ochamiz. Damazdamiz endi hozir opajon. Hammasiga shukr qiladigan inson. Ushlab turing. Jentramiz bor edi, har bir viloyatlarga ketaverardik. Yengil mashina. Jentradan qolish men. Shunaqa chiroyli mashina bo'lib ko'rinyapti. Alhamdulillah. Yengil mashinamiz bor edi. Qaysi viloyatga va uzoqroq joylarga borishimiz kerak bo'lsa, g'izlatib ketaverardik. Hozir Damazda ozgina batta xizmatlari bo'lib qolyapti bu Damazda mashinasizlikdan. Ozgina to'g'risi qiynalib turibmiz. Xudo mehribon, Xudo yetkazadi. Duo qilib tursalaringiz, bir yana chiroyli mashinalarni olamiz inshaalloh. Qani chiqinglar. Bismillah.